Juda ham ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlarning oldiga borib turib, qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishsam bo'ladi? Muvaffaqiyatning siri nimada deb turib savol berishadi. Va bu narsaga men sizlarga hozir bu videoda javob bermoqchiman. Bundan oldin bitta narsani aytib o'taman. Bu videoda siz meni haqimda to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qarasam, umuman o'zim haqimda gapirmagan ekanman. Hozirga qanaqa qilib bu sohaga kirib qolganim va oldin nimalar bo'lganligi haqida gapirib bermoqchiman. Men o'zi bu sohaga kirib qolishimni bilmasdim o'zim ham. To'g'risi, bunaqa soha borligini ham boshida bilmaganman. Men o'zi asosan arxitekturaga tayyorlanganman. 6 yil umrim shu arxitekturaga tayyorlanish bilan o'tgan. Lekin o'zim qiziqardim o'sha sohaga. Chizma chizishga, rasm chizishga va o'qishga ham kirganman. Lekin menda o'sha o'qishga kirishimdan ham oldin bitta maqsad bor edi. Men shunaqa ishda ishlasamki, menga hech kim xo'jayin bo'lmasa, qayerga bormoqchi bo'lsam, o'zim vaqtini belgilay. Ishimni ham borishni xohlaydigan bo'lsam, borishni xohlamaydigan bo'lsam, bormay, shunaqa ish bormikin deb turib, to'g'risi orzu qilardim. Sababi oyim ham, dadam ham davlat ishida ishlaydi va ularni ko'raman, vaqtida borishadi, vaqtida kelishadi. To'g'risi, buni umuman yomon joyi yo'q, boshqasi yo'q, lekin hammani o'zini dunyoqarashi, ichki dunyosi bo'lar ekan. Menda bu narsa boshqacha bo'lgan. Ya'ni men shu xohlamaganman, shunaqa kimdir xo'jayinchilik qilishni, qo'pol qilib aytganda, qanaqadir shunaqa bir xil rejimda ishlashni, erkin ishlashni xohlaganman va men bu arxitektura yo'nalishini tanlab o'qishga ham kirganman. Lekin o'sha ichimda qolgan. Hozir o'qishni tugatsam, deylik, qanaqadir davlat tashkilotiga kirsam, men ham ertalab 8 da boraman, kechki payt 6 da kelaman. Baribir shunaqa bo'lar ekanda, qanaqadir oddiy o'rtog'im to'yiga boraman desam ham, o'sha boshlig'idan ruxsat olish, shunga o'xshagan narsa kerak ekanda degan qo'rquv bo'lgan ichimda va bu narsa menga yoqmasdi. Undan keyin nima bo'lgan? O'qish paytida mana shu SMM sohasi yangi chiqqan payt edi, 2020-yilda men bu sohani ko'rganman, qiziqqanman va o'qish bilan parallelni bu sohaga kirganman. Bu sohada ko'rganman, erkinlik bor. Aytishyapti, shunaqa uyda o'tirgan holatda shunaqa ishlasangiz bo'ladi, boshqa qilsangiz bo'ladi. Endi oddiy qabul qilganman, bu sohaga kirganman. Boshida rosa qiyin bo'lgan, chunki oddiy qaraganman. Ozgina o'rganib olib, borib ishlasa, deylik, pul topiladi boshqa deb, lekin aslida unaqa emas ekan. Men o'ylagandan anchagina qiyinroq bo'lib chiqqan va birinchi mijozimni ham olganman. O'sha paytda 2021-yilda birinchi mijozimni olgan bo'lsam, 1 million so'mga olganman va parallel ishlaganman. O'qishga ham borganman, shu SMMda ishlaganman va ikkovini baravar olib keta olaman deb o'ylaganman. Lekin oradan vaqt o'tdi, anchagina qiynaldim. Chunki oson emas ekan ikkovini baravar olib ketish. O'shanda meni oldimda ikkita yo'l bor edi. Yoki shu SMM marketing sohasida ketish yoki o'qishda o'qish. Uydagilarim endi o'qishimni, shu davlat ishida ishlashimni xohlashardi. Sababi ular unaqa nima deydi, ishlaganliklari uchun garantiyali joyga ko'proq ishonishardi. Ya'ni, masalan, siz davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, aniq oyligingiz bor, bo'ldi, xotirjamsiz. Lekin bu sohada ishlaydigan bo'lsam, bir bor, bir yo'q. Bir topsangiz yaxshi topasiz, bir topmasangiz topmaysiz. Chunki o'zingizga bog'liq hamma narsa. Keyin men qaraganman, meni maqsadim sohaga ham bog'liq emas edi o'zi. SMM sohasi ham o'sha bu sohada yurishim ham vajniy joyi yo'q edi. Lekin meni maqsadim erkin ishlashmi? Demak, ko'rganman, bu sohada ishlasam menda erkinlik bo'lar ekan. Bo'ldi. Keyin men SMM marketing sohasini tanlaganman. Undan keyin hozirgacha ishlab kelyapman. Hozirgacha juda ham ko'plab mijozlar bilan ishladik. O'sha birinchi sizlarga aytgan proyektim kiyim do'kon bo'lgan. Hozirda Farg'onada bo'lgan. O'zim farg'onaliman. U ham nomer 1 do'konlardan bo'ldi hozirgi paytda va o'zim hozirgacha o'zimni mana shu sohamda, masalan, deylik, bir nechta ozmi ko'pmi yutuqlarga erishgan bo'lsam, erkinlik bor menda. Bundan nima demoqchiman? Birinchidan, o'zimni qisqa tanishtirmoqchi bo'ldim. Ikkinchidan, agar siz erkin ishlashni xohlaydigan bo'lsangiz, nafaqat erkin, masalan, o'zingizda, ichingizda qanaqadir maqsad bo'ladigan bo'lsa, uni sohaga aloqasi yo'q ekan. Любой sohada bo'lsin, siz prosta o'sha narsaga harakat qilaversangiz, o'z oldingizdan chiqib kelaverar ekan. Va menda shunaqa bo'lgan. Men to'g'risi o'sha 20-yil, 21-yilda ham bu sohada kelib shunaqa bo'ladi deb men o'ylamagandim. Prosta meni maqsadim shu erkin ishlik. Va bu maqsadimga bu soha menga prosta imkoniyat bo'lib berdi. Va hozirgacha masalan o'zim ishlayotgan ishimda umuman charchamayman. Xuddi shunaqa syomkalar qilib yuraversam ham umuman zerikmayman. Va bu o'zimga yoqadi. Daromadi ham, boshqasi ham shunga yarasha. Chunki siz zerikmaganingizdan keyin o'zingiz ustingizda ishlayverasiz. O'zingiz ustingizda ishlayvergandan keyin rivojlanaverasiz va daromadingiz yaxshi bo'laveradi. Aynan bu videodan maqsad sizlarga o'zim haqimda o'zi tanishtirish edi va ozgina o'zimning fikrimni ham sizlarga aytib o'tdim. Xudo xolasa, siz ham o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadingiz bor bo'lsa, hech qachon harakat qilishdan to'xtamang. Sohani aloqasi yo'q, shunchaki maqsad bor bo'lsa bo'ldi. U yog'i o'zi to'g'rilanib ketaveradi.